Assalomu alaykum hammaga. Hozir Termizga kirib keldim. Cobalt mashinasi ertalabdan temperatura datchik akamizga 2019-yil mashinasi mexanika. Temperatura datchik ustanovka qilib berdik. Programma orqali 73 gradus, tabloda ham 73. 1 ko'rsatadi. Zakaz qilganlar bemalol telefon qilib kelsalaringiz bo'ladi, faqat telefon qilingizlar. Temperatura datchik mexanikaga programmasini o'zi 200 ming so'mga qilib beryapmiz. 1 ishlaydi 74. 1 gradus ham aldamaydi. Hamma narsasi to'liq ishlaydi. Umuman tablo o'zgarish bo'lmaydi, hech qanaqa muammo qilmaydi. Mexanikada soat ham chiqadi. Keyin zadniga urgan paytlaringiz air bo'ladi. Hozir zadniga urib ko'rsataman. Air degan yozuv chiqadi. O'sha narsalar ham ichida bo'ladi. Hech qanaqa muammo qilmasdan ishlaydi bu narsa. Shoshilib qolamiz. Bugun ertaga indinga yakshanba kuni ketaman. Ertalab, shuning uchun yakshanba kuni tong sahar soat 5 da Surxondaryodan Toshkentgacha boramiz. Xuddi 21-chil kuni qilib bergan ishlarimiz haqida shu yo'l-yo'lakay qilib ketaveramiz. Sababi juda ko'plar qolib ketgan ekan bilmasdan. O'sha uchun bemalol ulgurib qolingizlar. Shu Telegram orqali yozsalaringiz 95 lik kodi bilan 339 43 43 shunga bitta gruppaga qo'shib qo'yaman. O'sha gruppadan boxabar bo'lib tursalaringiz, yakshanba kuni ertalab chiqsam bemalol shu narsani qo'yib boraveramiz. Surxondaryo, Dehqonobod, Qarshi, Samarqand ketaveramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda, videolarni chiqarishda davom etamiz.